Здравствуйте, меня зовут Евгений Князев, я генеральный директор группы компании. Assalomu alaykum. Mening ismim Yevgeniy Knyazov. Men ICI Group kompaniyasining direktoriman. Bugun biz Xorazm viloyatidagi ona va bola salomatligi markazining yetakchi filiallaridan birida bo'lib turibmiz. Shuni alohida ta'kidlashni istardimki, viloyat sog'liqni saqlash tizimi va markaz jamoasining sa'y-harakatlari tufayli bu yerda ko'plab rivojlantirish loyihalarini muvaffaqiyatli amalga oshirish imkoniyati yaratilgan. Biz ham hamkorlarimiz bilan birgalikda ushbu jarayonlarga o'z hissamizni qo'shayotganimizdan mamnunmiz. Hozirda biz hamkasblarimiz bilan birgalikda 21-asr tibbiyot tashkiloti menejmenti mavzusida 2 kunlik seminar o'tkazyapmiz. Ushbu seminar davomida biz zamonaviy boshqaruv texnologiyalari, yuqori sifatli menejment tizimlarini joriy etish, standartlashtirish, kadrlar va resurslarni samarali boshqarish, iqtisodiy samaradorlik hamda bemor markazlashgan yondashuv kabi muhim yo'nalishlarni muhokama qilyapmiz. Bundan tashqari yana bir qator dolzarb masalalar ustida ham fikr almashyapmiz. Albatta, bizni bu yerda juda iliq kutib olishdi. Ayniqsa, hamkasblarimizning bemorlarga bo'lgan samimiy munosabati va mehr-e'tibori bizda juda katta taassurot qoldirdi. Shu sababli bu yerda bo'lishimiz biz uchun nafaqat mamnuniyat, balki katta sharafdir. Hurmatli prezidentimiz tomonidan o'tgan yili aynan tibbiyotga bag'ishlagan yig'ilishida ular ta'kidlab o'tdilarki, hozirgi kunda talabga asosan barcha tibbiyot muassasalarida xalqaro standartlarni kiritish, innovatsion texnologiyalarni rivojlantirish va qolaversa hozirgi kunda mutaxassislarni bilim saviyasini yana bir qator pog'onaga oshirish maqsadida hozirgi kunda bir qator ishlar qilib kelinmoqda. Shu tariqa asosida bu yil mana aynan ilk marotaba Xorazm viloyatimizda Sog'liq saqlash boshqarmasi tomonidan hamda Xorazm viloyat hokimi tomonidan hozirgi kunda sog'liq saqlashda menejmentning kiritish va menejmentni rivojlantirish maqsadida Yevropa mamlakatlaridan kelgan xalqaro ekspertlar tomonidan bugungi kunda xalqaro o'quv seminari tashkillashtirilgan va bu o'quv seminarining asosiy maqsadi hozirgi kunda tibbiyot boshqaruvida innovatsion texnologiyalarni kiritish, xalqaro standartlarni tezkor hammaga yetkazuvchanlik darajada tatbiq qilish va eng asosiy hozirgi kunda bemorlarga qaratilgan tibbiyotning yaxshilashdir. Har bir qilayotgan yutuqlarimiz bu bemor uchundir. Kelayotgan bemorga asoslangan, ya'ni patsientsentrichность hozirgi kunda o'ta muhim dolzarb muammo ekanligini inobatga olgan holda, mana hozirgi kunda 2 kun davomida aynan shu xalqaro ekspertlar tomonidan bizlarga menejmentni boshqaruvni juda chuqur, yaxshi, do'stona shaklda o'quv seminar o'tib kelyapti. Hurmatli prezidentimizning tibbiyot hamda farmatsevtika xodimlari bilan uchrashgandagi bergan topshiriqlarning ijrosini ta'minlash maqsadida biz Birlashgan Arab Amirligi, Serbiya hamda o'sha Yevropadan kelgan mutaxassislarimiz bilan respublika ixtisoslashtirilgan ona va bola salomatlik ilmiy amaliy tibbiyot markazi boshchiligida hamda Xorazm filiali bilan birgalikda ushbu Yevropadan kelgan menejment mutaxassislarimiz bilan birgalikda biza o'sha tumanlardagi tibbiyot xodimlarini operativ hamda strategik zaxira kadrlarini shakllantirishni o'z oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Меня зовут Радомир Бошкович. Я на вашей земле нахожусь не первый раз. Assalomu alaykum. Mening ismim Radamir Bashkovich. Men sizning yurtingizga birinchi marta kelayotganim yo'q. Har safar bu yerga katta iliq his-tuyg'ular bilan qaytaman. Avvalo sizlarning mehmondo'stligingiz, mamlakatingiz go'zalligi va xalqingiz samimiyligi meni doimo hayratda qoldiradi. Bizning asosiy faoliyatimiz sog'liqni saqlash tizimida sifatli va xavfsizlikni boshqarish hamda uning samaradorligini oshirishga qaratilgan. Barchamizga ma'lumki, sog'liqni saqlash bu jamiyat rivojining eng muhim usullaridan biridir. Shu jihatdan alohida ta'kidlash joizki, O'zbekiston
O'zbekistonda sog'liqni saqlash tizimini rivojlantirishga juda katta e'tibor qaratilmoqda. Davlat rahbariyati, xususan prezident tomonidan ko'rsatilayotgan qo'llab-quvvatlash tufayli boshqaruv tizimlari rivojlanmoqda, tibbiyot muassasalari takomillashmoqda. Bu esa sog'liqni saqlash sohasining naqadar muhim ekanini yana bir bor ko'rsatadi. Sog'liqni saqlash nafaqat kasbiy yutuqlarga erishish vositasi, balki bu mamlakat iqtisodiyotiga va kelajagiga qilingan eng muhim sarmoyadir. Bugungi kunda O'zbekistondagi tibbiyot tashkilotlari xalqaro yondashuvlar va standartlarni faol joriy eta boshlaganini ko'rmoqdamiz. Qator muassasalar, jumladan ayni paytda biz turgan ushbu tashkilot ham tashqi baholashdan o'tib xalqaro standartlarga muvofiqligini tasdiqlagan. Biz esa bu tajribani hali bu jarayonga qo'shilmagan boshqa tashkilotlarga ham keng yoyishga ko'maklashmoqdamiz. Biz doimo o'z tajribamiz bilan bo'lishga tayyormiz va umid qilamizki, taqdim etayotgan bilimlarimiz asosida O'zbekistondagi tibbiyot tashkilotlari o'z professional kadrlarini shakllantiradi, o'z ichki boshqaruv tizimlarini yaratadi. Biz O'zbekistonni Markaziy Osiyoda yetakchi davlatlardan biri sifatida ko'ramiz. Kelajakda u ushbu mintaqa davlatlarini birlashtiruvchi markazga aylanishiga ishonamiz. Bunday jarayonlarda ishtirok etish biz uchun katta sharaf va katta mas'uliyatdir. Biz O'zbekistondagi tibbiyot tashkilotlarining ehtiyojlariga javob berishga harakat qilamiz. Hatto yaqin kelajakda O'zbekistonda o'z filiallarimizni ochish masalasini ham ko'rib chiqmoqdamiz. Bu orqali ushbu rivojlanish jarayoniga yanada faol hissa qo'shishni maqsad qilganmiz.